Assalomu alaykum oltin darvoza kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Qirg'iziston O'shga tayyor bo'ldi. O'sh o'zida Farhodjon degan dizayn oshnamiz borlar. Shu kishini obyektlarga bo'ladi. Xudo xolasa bu darvozamiz o'ta skromniy chiqdi. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, bemalol oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Oltin darvozada shunaqa sifatli darvozalar keladi. Sifatli darvozalar chiqadi. Darvozamizni sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Bizda bitta darvozani chiroyli qilib videoga chiqarib qo'ymaymiz. Xudo xolasa hammasi bir xilda chiroyli holatda chiqadi. Buni xudo xolasa stanovka qilingan holatlarni qo'yib boramiz. Sizlarga arzimagan joyini ham bitta joyini ko'rsatib o'tamiz. O'sha mashinalarga e'tibor beramiz. Shu yerlargacha alohida mehr beramiz. Qo'llab-quvvatlab videolarimizni yaxshi darvoza oladigan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Odatda bu yerlarga taroq qiladi-ku, taroq qilmasdan dilali qiladi-ku. Dizayn oshnamizni fikrlariga qaragan holatda. O'ta cho'tki chiqdi darvoza, lekin o'zimga ham zo'r yoqdi darvoza. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Charchab bo'lmanglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab videolarni tarqatib qo'yinglar.